O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Alloh ham doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 12, 13, 14-iyun kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda havo o'zgaruvchan bo'ladi. 12, 13-iyun kuni ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 14-iyun kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 12, 13-iyunda kechasi 17-22 daraja, kunduzi 30-35 daraja. 14-iyun kuni kechasi 18-23 daraja, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Harorat respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 12-17 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 12-iyun kuni 20-25 daraja, 13-14-iyun kuni 23-28 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.